Ma'naviyat millatning qalbi, adabiyot esa uning nafasi. O'zbek she'riyatida ana shunday nafosatli, samimiy va yuksak ruh bilan ijod qilgan adiba borki, uning nomi hali hanuz qalblarda iliqlik uyg'otadi. Bu shoira, bahor kuychisi Zulfiya Isroilovadir. Uning she'rlari ayol qalbining nozik tuyg'ulari, vatanga muhabbat, sadoqat va sabr timsoli sifatida yuksak baholanadi. Zulfiya xonim nafaqat shoira, balki ma'naviyat maktabini yaratgan ustozdir. Bugungi ma'naviyat ko'zgusi ko'rsatuvida biz ulug' adibaning ijod olamiga sayohat qilamiz. Zulfiya xonim 20-asrning o'zbek she'riyati osmonida chaqnab chiqqan Zahro yulduzdir. Shoiraning yoqimli lirik so'zi, sadolari o'zbek she'riyati navolari orasida yaqqol ajralib turadi. Ko'ngillarga yorqin ruh bag'ishlaydi. O'zbek ayolining boy va rang-barang ichki dunyosi, ayol erki, ayol qalbi, sadoqat va vafo, visol va hijron, pok sevgi, yorqin muhabbat, sevikli yor nashidalari va izhorlari, ona baxti va armonlari shoira ijodining hayotbaxsh sarchashmalaridan biridir. Uning jahon minbalarida yangragan she'riyati sharq ayolining aql, zakovati, farzi, kamolining yorqin ifodasi sifatida millionlab she'riyatlar muxlislariga odamiylik, muhabbat va sadoqatlar saboq bergan. Men chizolmagan surat, men yo'ldaman, tinmagur yurak, yangi shodlik, qo'shiqqa chanqoq, hamma yerni ko'rmog'im kerak. Go'yo menga hamma yer mushtoq, qishloqlarni kezdim borligim, jarangli dam she'riga maftun, vatandosh sen baxtiyorligim, sensiz na kuy, na hayot butun. Zulfiya xonim ijodi bu nafaqat she'r, balki hayot sabog'idir. Uning qalamida ayolning orzu-umidlari, dard va quvonchlari, yurtga bo'lgan muhabbati o'z ifodasini topgan. U shunday yozgan ediki, har bir misra qalbga yaqin, har bir satr samimiy. Shoira she'rlarida ona obrazi, vatan obrazi, sadoqat va vafo tuyg'ulari ustuvordir. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida, yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yillarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Biz Zulfiya haqida gapirar ekanmiz. Zulfiya xonim ijodi juda keng. U kishini juda katta ijodiy mahsuli bor, maktabi bor. Zulfiyaning ijodi ayniqsa barcha inson barcha zamonlarda eshita oladigan ijod mahsulidir. Nasr nazmda juda chiroyli ijod qiladigan, Zulfiya xonimga teng keladigan ijodkor yo'q. O'zbek xalqi borki, Zulfiya ijodini juda sevib, o'rganadi, demak o'qiydi. Biz hozir bahor nafasi ufurgan lahzalarda, demak Zulfiya xonimning mana shu bahor keldi seni so'roqlab degan kitobini olib bir ko'zdan kechirdik. Ayniqsa biz pedagoglar Zulfiya xonimni o'sha qalamiga mansub bo'lgan she'rlarini nasrda, nazmda o'qir ekanmiz. Man ayniqsa u kishini she'rlaridagi sifatlarga juda ko'p e'tibor beraman. U kishi ayniqsa bahorni tarannum etuvchi juda chiroyli ash'orlar, sifatlar, nisbatlarni beradi. Bahorni har bitta chechaklarini, demak, unib chiqishi, maysalarning qiyofasi, demak, kurtaklar otishi, demak, o'rikning gullashi, o'rikning oq libosi va uni yechilishi va uni har bir so'zdagi ishlatilish qurilmasi Zulfiya xonim tilidan aytilganda juda go'zal qilib, demak, kashf etilgan. Boshqa shoirlar tilida hali men bunaqa o'xshatishlarni ko'rmayman. Zulfiya xonim ijodi juda keng, demak, u kishida vafo, sadoqat, demak, ramzi juda ham jo'sh urgan. Ayniqsa Zulfiya xonimda sadoqat, vafo timsoli juda ham chiroyli ta'riflar o'z she'rlarida namoyon bo'ladi. Ayniqsa biz kuzatamizki, Zulfiya o'zining vafodor turmush o'rtog'iga bag'ishlangan juda katta she'rlarini biz o'qiganimizda shu vafo, sadoqat kuychisi bo'lganligini, mubolag'a emasligini kuzatamiz. Zulfiya xonim ijodida vafo, sadoqat bilan birgalikda o'sha hijron, o'sha o'rtadagi firoqlar ham
juda chiroyli sifatlanadi, juda chiroyli izohlar bilan keltiriladi va buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Ayniqsa Zulfiyaning ijodidagi o'sha hijron, Zulfiya xonimning o'sha iztiroblari, azoblari, hijronni ham visol bilan qarshilagan Zulfiya xonim desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Zulfiya xonimda o'sha hijron, o'sha firoqlar ham juda chiroyli ta'rif bilan sifatlanadi. Va buni she'rga solganda, nasrda, nazmda juda chiroyli qiyofalar kasb etadi. Darhaqiqat, Zulfiya xonim ijodi yoshlar ma'naviy tarbiyasida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ham uning she'rlari darsliklarda, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda keng o'qilmoqda. Chunki bu she'rlar yuksak insoniy fazilatlarga chorlovdir. Zulfiya xonimning adabiyotda o'chmas maktabi bor. O'chmas va tuganmas maktabi bor. U kishining maktabini hali yer, zamin, ona tuproq, ona vatan, bu zaminda har bir narsa borki, Zulfiya xonimning ko'zi ko'rgan, ko'zi tushgan narsalar qalamda juda chiroyli qilib ta'riflangan va sifatlangan. Ayniqsa ona qiyofasi, ayol qiyofasi, ayolning sifatlari, gul, sarf, moh, oy, barchasi uning orazlari, rang-barang qiyofalarda berilganligini kuzatamiz. Zulfiya xonim ijodi menga juda yoqadi. Ayniqsa o'zbek xalqi Zulfiya xonimni juda ham sharaflaymiz, chunki bizning O'zbekistonda aynan Zulfiya xonim ijodkorlari juda ko'p. Zulfiya nomiga berilgan davlat mukofotining ta'sis etilishi ham aynan Zulfiya xonimga yarashib turibdi desak, demak yanglishmaymiz. Zulfiya xonim haqiqiy, demak o'zbek ijodkorlarining onasidir. Zulfiya xonimni bugun biz bahor bilan birgalikda tavallud ayyomini qarshi olmoqdamiz. Ayniqsa u kishining o'sha bahorda yozgan barcha demak she'rlari, nasr nazmdagi qilgan ijodi juda ham turli xildir. Biz buni hali oxiriga yetib o'rganadigan, ta'riflaydigan darajalarimiz ko'p, hali oxiriga yetib bo'lmaydi. U kishining har bir demak kitobida, berilgan saylanmalarida, yozgan she'rlaridagi ta'riflari juda ham sifatlari bir-biriga o'xshamagan holatlar kuzatiladi. Boshqa shoirlarda bu kabi holatlarni kuzatmayman. Ayniqsa men o'zim ijodkor sifatida, pedagog shoira sifatida Zulfiya xonimni juda sevib o'qiymiz va Zulfiya xonimning she'rlaridagi o'sha tarannum etuvchi har bir demak qaratilgan mavzu o'zini boshqalardan farqli o'laroq yuzaga olib chiqa oladi. Bemalol Zulfiya xonim aytishimiz mumkinki, hayotning har bir qirrasini to'la to'kis ochib bergan ijodkor shoira hisoblanadi. Zulfiya xonim ijodi bu nafaqat she'riyat, balki hayot falsafasidir. Uning har bir misrasida sabr, sadoqat, vafo va vatanga muhabbat mujassam. Shoira qalami orqali ayolning ruhiy olami, uning orzu intilishlari va ichki kechinmalari yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Ayniqsa yosh avlod tarbiyasida Zulfiya xonim ijodi alohida o'rin tutadi. Kuni kecha shoira tavalludiga bag'ishlab oliy ta'lim muassasalari qizlar o'rtasida o'tkazilgan ko'rik tanlov esa buning yorqin isbotidir. Mana bugun o'zbek xalqining ma'naviy yutuq dahosi, o'zbek xalq shoirasi Zulfiya xonim Isroilovaning 111 yilligi hamda mana 8-mart arafasida Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan aynan oliy ta'lim muassasasi talaba qizlari o'rtasida ko'rik tanlov tashkil etdik. Aynan bu ko'rik tanlov Oila va xotin-qizlar boshqarmasi tashabbusi bilan tashkil etildi. Ya'ni o'sha oliy ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan talaba qizlarimiz o'rtasida o'zaro do'stona raqobatni rivojlantirish hamda ularni ta'lim olishi, ilm olishini rag'batlantirish, ular bilan birgalikda o'sha o'zaro ilm ta'limda raqobat qila olishi, ularni bir-biri bilan fikr almashishi va tajriba almashishi, o'sha ta'lim olish jarayonida bir-birlaridan bilmagan narsalarni o'rganishi va o'sha o'zbek xalqining yutuq o'sha namoyandasi Zulfiya xonim Isroilovaning o'zining hayot yo'li va sadoqat, vafo kuychisi sifatida uning o'sha ma'naviyati, ma'rifati, o'zbek xalqining, o'zbek ayolining haqiqiy timsoli qanaqa bo'lishini mana shu Zulfiya xonim Isroilova timsolida
qizlarimiz ko'rsatib berishmoqda. Ya'ni bular sahna ko'rinishi orqali va o'sha Zulfiya xonim siymosini gavdalantirib, uning hayoti, ijodi, faoliyatiga alohida urg'u beryaptiki, ya'ni hozirgi kunda ham qizlarimizda mana shu Zulfiya xonim Isroilovaning izdoshlari sifatida ularning mana shu kundagi hayot faoliyatini aynan o'sha timsol sifatida baholab, ya'ni ularning o'sha bugungi kunda ham o'sha izdoshlari borligi va orqasidan yetaklab mana shu darajaga yetish imkoni ham borligi haqida o'zlarining taassurotlari, o'zlarining o'sha sahna ko'rinishi orqali namoyish qilib berishmoqda. Bu albatta o'ylaymanki, bu tadbirimiz o'sha qizlarimiz hayotida o'sha muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyatimizda shuni e'tirof etishim kerak, bu ilk marotaba o'tkazilyapti. Ya'ni bizning viloyatimizda 5 ta oliy ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, 2 tasi davlat muassasasi va 3 ta nodavlat xususiy institutlar hisoblanadi. Aynan bu institutlar o'rtasida tadbir qilishimizda o'sha aynan oila va xotin-qizlar boshqarmasi tashabbusi deb aytsam bo'ladi. Ya'ni bu Zulfiya xonimda 1-mart, ya'ni tavalludi munosabati bilan hamda Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan aynan bu tadbirimiz o'ylaymanki, ularni hayotida o'sha bir muhim bir qadam hisoblanadi. Tanlovda ishtirokchilar shoira she'rlarini ifodali o'qish, sahna ko'rinishlari va ijodiy chiqishlar orqali o'z mahoratini namoyon etdilar. Bugun viloyatimizda Zulfiya xonim tavalludining yaqinlashib kelayotganligi, bahor ayyomi, 8-mart Xotin-qizlar xalqaro kuni munosabati bilan davra suhbati hamda juda chiroyli bir tadbir bo'lib o'tmoqda. Viloyatimizda tashkil etilgan ushbu bahor gullari, iqtidor yulduzlari tanlovining o'tkazilishi munosabati bilan biz yana bir marotaba Zulfiya xonimning hayoti, ijod yo'li, uning vafo va sadoqat timsoli borasidagi fikrlari, she'rlari bilan yaqin-yaqindan tanishdik. Aynan 1999-yildan buyon muhtaram prezidentimiz tomonidan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etilgan. Ushbu mukofot borasida ham qatnashchi qizlarimiz ushbu tanlovimizda faol va samarali ishtirok etib kelishmoqda. Shaxsan o'zim ham bugun she'riyat va adabiyot yo'nalishiga qiziqqanligim bois Zulfiya xonimning izdoshi o'laroq vafo va sadoqat kuychisi Zulfiya xonimdan biz qizlar nafaqat oqila bo'lishni, har tomonlama o'rnak olishni, uning she'rlaridagi vatanparvarlik, yorga bo'lgan muhabbat, sadoqat kuylarini bevosita tarannum etishni o'rgansak arziydi. Yoshlar uchun Zulfiya xonim ijodi bu ilhom manbai. Uning she'rlari orqali qizlar nafaqat adabiyotga, balki hayotga ham boshqacha nigoh bilan qarashni o'rganmoqda. Bahor kelishi bilan 1-martdanoq biz Zulfiya xonim ijodini va ularni bosib o'tgan yo'llarini albatta esga tutamiz. Hozirda qizlar forumi bo'lib o'tyapti. Bilasizmi, Zulfiya xonimning har bir she'rida bahor uyg'unligi bor va bahor uyg'unligi bilan sevgi qissasi, unga o'z yoriga bo'lgan vafodorligi, sevinchi, sog'inchi o'zgacha tarzda ifoda etiladi. Va albatta biz har doim Zulfiya xonimni she'rlarini o'qiganimizda, yod olganimizda birinchi bo'lib xayolimizga keladigan narsa bu birinchi bahor gullari hisoblanadi. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida yellarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Mana shu misralarda ko'z oldimizda haqiqiy o'zbek ayoli, matonatli o'zbek ayoli gavdalanadi. Tanlovni kuzatar ekansiz, har bir ishtirokchining chiqishi ortida mehnat, izlanish va shoiraga nisbatan samimiy ehtirom yotganiga guvoh bo'lasiz. Chindan Zulfiya xonim obrazini his qilish, uning ruhiyatini yetkazish katta mas'uliyat talab qiladi. Zulfiya xonim Isroilova ijod yo'li, biz bilamizki, aynan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti joriy etilganligi bu bejiz emas. Albatta, aynan har yili o'sha 8-mart arafasida muhtaram yurtboshimiz tomonidan aynan Zulfiya xonim Isroilovaning o'sha sharaflariga bag'ishlangan ko'krak nishon davlat mukofotini aynan qizlarimizga shaxsan o'zlari topshirishadi. Bu albatta bejiz emas, chunki har bitta o'zbek xalqining ayoli, o'zbek millatining o'sha qizlari qanaqa bo'lishi deganda aynan Zulfiya xonim Isroilovani misol qilib ketilishadi. Bu bejiz emas, chunki Zulfiya xonim hayot va ijod yo'liga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, u kishini aynan o'sha turmush o'rtog'idan erta ayrilishi, butun hayotini o'zini ijodiga, o'zini farzandlariga, yurtiga, vataniga sadoqat bilan xizmat qilishini
taronum etadi. Aynan u kishini she'rlarida vatanga bo'lgan muhabbat, ona vatanga bo'lgan muhabbat, umuman bahor faslini taronum qilishi, vafo va sadoqat kuylari g'oyalar sifatida ilgari suriladi. Bu narsa o'ylaymanki, u kishini o'sha turmush o'rtoqlaridan ayrilganda ham qancha bir takliflar, boshqa narsa bo'lganda ham u kishi o'sha o'zini sadoqatiga, vafodorligiga sodiq qilgan holda, o'zini ma'naviyati, odob axloqi bilan boshqalarga o'rnak bo'lib, o'sha o'zbek xalqi millatini qanaqa ayol bo'lishini o'zida aks ettirgan buyuk bir siymo desak mubolag'a bo'lmaydi. Ta'kidlash joizki, tanlov nafaqat ijodiy bellashuv, balki ma'naviy maktab vazifasini ham o'tadi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda qizlar o'zaro tajriba almashdi, adabiyotga bo'lgan muhabbatlarini yanada mustahkamlashdi. Viloyatimizdagi 5 ta oliygohda tahsil olayotgan qizlarimizni iqtidorli ko'rik tanlovi tashkil etildi. Bu tanlov Bahor gullari iqtidor yulduzlari deb nomlanyapti. Albatta bu tadbirni tashkil etishdan asosiy maqsad bahorning ilk kunlarida go'zallik, vafo va sadoqat siymosi bo'lgan xalq shoiramiz Zulfiya xonim tavalludining 111 yilligi. Qolaversa 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kunini keng nishonlash, qolaversa Zulfiya hayoti, ijodini, mana shu vatanga bo'lgan muhabbati, sadoqati, vafodorligini yana bir bor qizlarimiz orasida keng targ'ib qilish maqsadida tashkil qilindi. Bugungi o'tkazilayotgan tanlovda ishtirok etayotgan qizlarimizni har biri Zulfiya xonimning haqiqiy izdoshi ekan desam mubolag'a bo'lmaydi. Zulfiyaning hayoti va ijodini juda chuqur bilish bilan bir qatorda u kishining she'rlarini shunday maromiga yetkazib ijro etishlari mana bizning Zulfiya xonimizning izdoshlari. Bizni yurtimizda shunday bir chiroyli sharoitlarda, shunday bir imkoniyatlardan keng foydalangan holda o'qib, bugun mana shu Zulfiya xonim nomidagi mukofotlarni qo'lga olib, prezidentimizning qo'llaridan o'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti, ko'krak nishonlarini qabul qilib olishlari ham bizni mana shu yurtimizda ayol zotiga, o'zbek qizlariga bo'lgan ehtirom juda ham yuqori darajada ekanligini ko'rsangiz bo'ladi. Zulfiyaning sadoqatliligini, vatanga muhabbatligini, matonatini, farzandlarini tarbiyasini barcha o'zbek ayollariga namuna qilib ko'rsatsak bo'ladi. Men o'zim juda ham she'r o'qishni yaxshi ko'raman. Zulfiya xonimning ijodlariga ham juda ko'p nazar tashlaganman. Bugun bir she'rlaridan aytib bermoqchiman. Salom mening aziz dugonalarim. Azizim, lobarim, chevarim qizlar. Ey toza qalbimning oshnolari, kuylarim ilhomi, sevarim qizlar. Qahramon yigitlar kechirsin meni. Bu kun ham qo'shig'im sizlarga doir, sizni hur va ozod, sizni kuylamoq menga saodatdir, men baxtli shoir. Tashkilotchilar ta'kidlaganidek, bunday tadbirlar milliy qadriyatlarga hurmatni oshiradi. Zulfiya xonim ijodi orqali yosh qizlarda sabr, sadoqat, yuksak axloq kabi fazilatlar mustahkamlanadi. Bugun biz viloyat markazida Zulfiya xonim Isroilovaning tavallud kunini nishonlash maqsadida go'zal bir tadbirda uchrashib turibmiz. Bu yerda biz qizlar 4 ta shart bo'yicha bellashdik. Shartlarni to'g'ri bajarishga harakat qildik va ushbu tadbirda juda ham ko'p do'stlar orttirdim deb o'ylayman. Sababi yonimdagi sheriklarim bilan juda ham ko'plab mavzularda suhbat qurdik. Zulfiya xonim hayoti va ijodi haqida gaplashdik. Haqiqatda ham biz qizlar uchun Zulfiya xonim Isroilova o'rnak desa arziydi. Bugungi ko'rik tanlovda ikkinchi shart Zulfiya xonim Isroilovaning hayoti va ijodi haqida sahna ko'rinishi sharti edi va biz jamoa bo'yicha qatnashib ushbu shartda Zulfiya xonim Isroilovaning hayoti haqida, aynan turmush o'rtog'i vafot etgandan so'ng unga bag'ishlab yozgan Sensiz she'rini ijro qildik va farzandlari Xulkar va Omon haqida so'zlab berdik. Mana shunday ko'rik tanlovlarning tashkil etilayotganligi biz yoshlarning yana va yana izlanishimizga turtki bo'ladi. Zulfiya xonim ijodi bu ma'naviyat ko'zgusi. Uning she'rlari qalbga nur, ruhga kuch bag'ishlaydi. Bugungi tanlov ishtirokchilari esa ana shu buyuk merosning munosib davomchilaridir. Ular orqali Zulfiya xonim so'zlari yana yangraydi, yana qalblarga yetib boradi. Ma'naviyatga suyangan millat bardavom millatdir. Adabiyotga muhabbat esa ma'naviyatga eltuvchi eng qisqa yo'ldir.